noldan boshlab mana hozir rus tili, ingliz tili, arab tilisi juda yaxshi. Uyda ham o'zgarish juda katta, ta'limida ham, endi o'zida ham berardik ota-onalar qo'ldan kelgancha. Lekin bu yerda ko'pchilik bilan juda o'zgarish xarakteridan bilinyapti. Erkaligini tashlab, уже samostoятельный bo'lib, dars qilaman, mana menga o'rgatinglar, men ertaga 5 olishim kerak deb harakat qilyapti. Juda xursandmiz. Uyda telefondan bosh ko'tarmasa, hozir telefongacha yetib borayotgani yo'q. O'sha narsalarni yasaganlarning chalasi bo'lsa uyda qiladi, yo'q bo'lmasa boshqatdan opasiga qilib ko'rsatadi. Bu yerda gimnastikasi bor ekan, gimnastikalaridan shug'ullanganlarni ko'rsatishadi. Lekin nasib qilsa boshqa navaramni ham olib kelish niyatim bor. Kechgacha ishonchli qo'lladi. Mana o'qituvchilari juda muomalali. Aytayapman, oddiy kuni ham shu bugun o'qishim bo'lsa yaxshi edi deb zerikib qolishibdi o'sha. Hammadan oshpazlarini juda maqtaydi. Vaqti kelsa uyga borib ham maktabimdagi ovqat qiling deb onasidan iltimos qiladi. Demak, ovqatlari ham yoqadi.